Deylik bitta misolda siz menga telefon qildingiz, siz aytasiz, sizda tepa jag'ingizda protez bor, shu tepa jag'da siz implant qo'ydirmoqchisiz va siz mendan so'rayapsiz, necha pul bo'ladi bu? Men bunda rentgenni qilmaganman. Rentgenda bo'lsa, bizda mana bunaqa kartinka bo'lishi mumkin. Ya'ni bu jag' tishlash sohasida narashivna qilish kerak yoki 4 implant qo'yish kerak yoki bo'lmasa mana bunaqa holatda bo'lishi mumkin. Yuqori jag'da qanaqadir ildizlaringiz qolib ketgan va jag' tish sohalarida sizda suyaklaringiz yaxshiroq bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holatda siz menga обязательно kelishingiz kerak. Biz rentgenda juda ham ko'p narsalarni o'rganib chiqamiz, suyangiz holatini va shundan kelib chiqib biz sizga nechta implant ketadi, biz sizga aniq hisoblab beramiz. Sizlarga yana ham aniqroq bo'lishi uchun yana bitta bemorimni misolida ko'rib chiqamiz. Bu bemorimizda pastki jag'larida tishlar yo'q, protez ancha yildan beri taqqanli, lekin bu bemorimizda shu rentgen asosida bu nerv qatdan chiqayotgani va biz bularga nimaga 6 ta emas, 8 ta emas, 4 implant qo'yganimiz haqida yana ham ko'proq ma'lumot bera olganmiz va bu 4 implant qaysi sohalarga joylashadi va bu joylashgan implantlarning har bittasini razmerlari, qanaqa implant qo'yiladi va bularga сразу vaqtinchalik koronkalarni qaysi usulda qo'yiladi. Mana bularning hammasini bu plan lecheniyalar. Hali bemor og'zida hech narsa qilinmagan, lekin biz shablon orqali bu shablonlar qanaqa tirqishlarda qo'yiladi, bularning hammasini o'lchab bemor o'ziga ko'rsatamiz. Va bunda har bitta implant qanaqa gradusda tushishini va qaysi mana o'zlarining eski protezlar holatida qaysi tishlarni zonasidan implant to'xtashlarigacha mana bularda 5-tishlar sohasida, oldida bo'lsa 2-tishlar sohasida to'xtaganlarni hammasini shunda tushuntirib beramiz. Mana shuning uchun ham bizga bemor o'zi kelishi, uni o'zini bizdan oldingi masalan taqqan protezi yoki eski koronkalari, prikusini holati va biz qilgan 3D rentgenimiz, 3D rentgenda ularni har bitta sohalarni suyaklarini, razmerlarini o'lchab mana shu uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun biz telefon orqali bemalol hammaga bir xilda javob bera olmaymiz. Shundan kelib chiqib men har bir bemorimizga maslahat bermoqchimanki, o'zingizni sog'lig'ingiz uchun ozgina vaqt ajratib, shu vaqtni konsultatsiya uchun ajrating. Chunki bu konsultatsiyada eng muhimi bu to'g'ri diagnoz qo'yish, eng muhimi bu suyaklaringizni o'lchamlarini bilish va bundan kelib chiqqan holatda biz plan lecheniya tuzamiz. Plan lecheniyada sizga bitta emas, bir nechta variantlar beramiz. Bu variantlarda o'sha summalari ham har xil bo'ladi, sroklari ham har xil bo'ladi. Bundan kelib chiqib siz keyin tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana bu mutaxassis bilan to'g'ri yo'nalishda ishlash hisoblanadi. Agarda sizga ham sog'lig'ingiz muhim bo'lib, sifatli, og'riqsiz, tez muddatda bitadigan implantatsiya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning klinikamiz Smile Designga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.